Arabistonning ruxsatsiz farz haj qilishining hukmi. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ma'lumki, islom farz qilgan asosiy ibodatlarning biri hajdir. Haq taolo aytadi: "Berishga qodir bo'la olganlarning Ka'baga haj qilishi Allah'ның ularning ustidagi haqqidir. Kimki tanıdikan, shubhisizki Allah ahli jahondan behojatdir." Ali İmran 97-oyat. İmkoniyati turib haj qilmagan kishining islomi to'liq bo'lmaydi. Haj qila oladigan turuqliq hajni kechiktirsimi, cho'ng gunoh sodir qilgan bo'ladi. Oyatdagi qodir bo'lish shartiga asosan haj o'zining va bola chaqalarining zarur ehtiyojlaridan eshingan kishiga yo'l tinch aman bo'lsa, andin farzdir. Oldi bilan shuni aniq ifodalab qo'yish kerakki, haj ruxsati ololmagan turib haramga bora olgan yoki shu joyda turayotganlar hajni talabga loyiq shart va arkonlari bilan ado qilsalar, farz haj nuqsonsiz ado bo'ladi. Buningda olimlar orasida boshqa qarash yo'q. Ruxsat sababidan to'sqinlikqa uchraganlar gadinidan farz hajga bora oladigan turuqliq hajga bormaganlik gunohi soqit bo'ladi. Rasmiyat va ruxsat masalasiga kelsak, haj vizasi olmay odatdagi umra, sayohat, ziyorat, ishlash, tijorat vizalari bilan yoki viza vaqti to'shqandan keyin hajgacha ruxsatsiz turib, yoki ba'zi davlatlarda 40 yoki 50 yoshdan ol qilmaganlarga hajga berishga ruxsat qilinmaydigan bo'lsa, amalini tepib hajga berishdek ahvollar davlatlarning bekitgan qonun tuzumlariga rioya qilmaganlik jihatdan to'g'ri bo'lmaydi deyilishi mumkin. Bu tuzumlarga rioya qilmaslik ba'zi olimlarning qarshida harom yoki makruhdir. Chunki bu qistonchilikning oldini olish va hojilarning hayotini qo'g'dash uchun shundoq o'rinlashtirilgan bo'lib, buningga bo'ysunish kerak. Shundaqla bu xil qilmish viza talab qilgandagi ortiq turib olmaslik va ruxsatsiz haj qilib olmaslik haqida bergan ahdiga xiloflik qilishdir deyishidir. Bu hukmlar har qaysi mustaqil haj qilish haqqi yeb ketilmaydigan davlatlardagi musulmonlarga nisbatan aytganda xilali o'rinliq bo'lishi mumkin. Shunga zulm va qiyin ahvolda bo'lmagan davlatlardagi musulmonlar jami musulmonlarning manfaati uchun umuman bu tuzumlarga rioya qilish kerak degili bo'ladi. Lekin Sharqiy Turkistonlik musulmonlar uzun yillar mobaynida farz haj qilishdan mahrum qolgan, bora olganlarmi necha 100 ming pul xarjlab pasport ishlatib, pora berib berishga majbur bo'lgan. Keyingi yillarda Sharqiy Turkistondagi zulmning og'irlishi va irqiy qirg'inchilik tufayli Sharqiy Turkistonliklar boshqa davlatlardagi musulmonlardek farz hajga berish fursatiga ega bo'la olmayotganligi hammaga ayondir. Shunga İslam Qurultiyi tashkiloti 30 yil burun belgilab bergan har 1 million nüfusga 1000 kishilik haj ruxsati berish o'lchami bo'yicha bo'lgandimi, 30 million Sharqiy Turkistonlik xalqiga har yili 30 ming kishiga haj ruxsati va vizasi berilish kerak edi va bu Sharqiy Turkistonliklarning boshqa davlatlardagi musulmon qarindoshlariga o'xshashla to'liq haqqi edi. Afsus, Sharqiy Turkiston xalqi bu haqqidan bahramand bo'la olmay kelmoqda. Shunga qaysi bir yo'l bilan haramga berib farz hajni qilish fursatiga ega bo'lgan Sharqiy Turkistonlik berib farz hajni ado qilsa, albatta bu uning to'liq haqqidir. Bu haqni bermay to'sqinlik qilgan har qanday belgilama va tuzumlar Allohning shariatiga va Islom Qurultiyi tashkiloti 30 yil burun belgilab bergan, shundaqla Saudiya Arabiston hukumatining bo'ysunish kerak bo'lgan belgilamaga va kishilik huquqqa xilof bo'lganlikdan inovatsizdir. Sharqiy Turkistonliklarga haj qilish ruxsatidan bahramand bo'lish haqqini bermaslik Allohning masjidlarida nomining yod qilinishini to'sqan va ularni vayron qilishga uringanlardan zolim kishi bormi degan oyatiga tushib qolishi aniq. Shunga to'g'risi munosabatli davlat va maqomlarning muhojiratdagi Sharqiy Turkistonliklarga haramning yo'lini keng ochib etib, ularni alohida kutib olib, ularning beshiga kelgan zulmni yengillatishi, sarsonchilikda qon yig'layotgan xalqning ko'ngliga malham bo'lishi kerak edi. Tabiiy haqqidan bahramand bo'lib, turli yo'llar bilan hajga berishni
qonunsiz diniy faoliyat deb cheklagan Xitoyga moslashgandek, hargizmi qochoq yoki ruxsatsiz demasligi va Xitoy fuqarosi hukmida muomala qilmasligi kutiladi. Shundaqla odatda Saudiya hukumati bir qatim haj qilgan kishiga 5 yildan keyin qayta haj qilish ruxsati beradi. Bu ahvolda texe farz hajni bir qatim ado qila olmaganlar ruxsat ola olmaymi qoladi. Yana ba'zi davlatlarda 40 yoki 50 yoshdan alqaganlarga hajga berishga ruxsat qilinadi. Pulni ko'p berganlarga chek tashlashni yoki navbat kelishni kutib turmasdan alohida haj fursati davomli mavjud. Bumi ancha to'g'ri bo'lmagan o'lchamlar bo'lsa kerak. Demak, farz hajga ruxsatsiz bo'lsa-mu bara olsa, qonuniy javobgarlikdan, mol-mulk ziyonlaridan xotirjam bo'lg'ili bo'ladigan bo'lsa, songa kirmay o'z oldiga haj qilsa joiz. Chunki bu ruxsat va uning aloqador o'lchamlarda biz Sharqiy Turkistonliklarga nisbatan ancha to'g'ri bo'lmagan ahvol bor. Ammo qistonchilikqa sabab bo'lmaslik va farz hajga boradiganlarning o'rnini elib olish jihatdan takrar nafl hajga ruxsatlik yoki ruxsatsiz berish ancha to'g'ri bo'lmaydi. Bo'libmi yo'lning bexatarligi to'liq bo'lmaslik tufayli tutilib Xitoyga qaytarilish andishasi borlar uchun Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarga berish o'zini halokatga tashlash jihatdan harom bo'lsa, andishasi yo'qlarning berishi yo'lning bexatarligi to'liq bo'lmaslik va tutilib Xitoyga qaytarilish ehtimolligi ustidan makruh deyishga bo'ladi. Xitoy pasporti sababli jonga, malga ziyon kelish ehtimolligi bo'lsa, hajning yo'l amin bo'lish sharti to'shmaganlikdan hajmi farz bo'lmaydi. Uning ustiga hajga berishga qodir bo'lganlarga farz bo'lib, yo'lning bexatar bo'lishimi qodir bo'lishning shartidir. Shundaqla atrofimizdagi tonish bilish, qo'lim qo'shnilarning qiyinchiliklari va yoshlarning iqtisod sababli o'yinilmaslik masalalarini ko'z tutganimizda, hozirgi sharoitda haj bilan umrini takror qilgandan o'g'il qizlarning beshini o'ngshab qo'yish va qiyinchilikda qolganlarga yordam qilish qatorliq jiddiy o'rinlarga xajlasa afzal deyishga bo'ladi. Bu masalani takror haj va umraga boradiganlar astoydil o'ylanib ko'rishi kerak. Iqtisodiy qiyinchilik borlar, qarzdorlar qatorliq jiddiy taraflarga xajlashning afzalligi haqida ayrim fatvo yozilgan. Shundaqdimi nafl hajga berish yuqorqi sabablar tufayli ba'zi bir gunohdan xoli bo'lmasa-mu to'g'ri bo'laveradi. Vallohu alam bisavob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Hijriya 1445-yili 4-Muharram, milodiya 2023-yili 22-iyul.